Istopar seriali. Siz hali ham bu serialni ko'rmagan bo'lsangiz, demak siz hali sarguzashtni boshlamagansiz. Richard va Kelling o'rtasidagi sevgi tarixdagi eng og'ir sevgi. Serial reyting pastligi sabab 2 mavsumda to'xtatilgan. AQShda 2-mavsum oxirida yopilgan, lekin o'zbek tomoshabinlari uni trendga aylantirgan. Bu serial Istopar nomi bilan dublyaj qilinib, Merlin bilan teng ko'rilgan serialga aylandi. Ayniqsa 2010-2015-yillarda O'zbekistonda eng ko'p ko'rilgan xorij seriallaridan biriga aylangan. Serial 44 qismda to'xtasa ham $200 million dan ko'proq daromad qilgan. Dastlabki mavsumga $50 million ajratilgan. Qo'shimcha DVD va dublyaj orqali katta daromad olgan. Serial aslida Sword of Truth nomli 10 bitta romanga asoslangan, lekin faqat 2 kitob ekranga olingan xolos. 90% hikoya film qilinmay qolgan. Serial to'lig'i bilan Yangi Zelandiyada suratga olingan. O'rmonlar, tog'lar, vodiylar, bularning barchasi haqiqiy. Serialni Marveldagi O'rgimchak odam trilogiyasining rejissyori Sam Raimi ishlab chiqqan. Shuning uchun unda ham jang, ham ruhiy dramatizm zo'r chiqqan. Richard va Kelling o'rtasidagi sevgi tarixdagi eng og'ir sevgi. Ular bir-birini sevadi, lekin teginishsa Richard aqldan ozadi. Haqiqat qilichi g'azab bilan kuch oladi. Richard ichki o'zlikni ushlay olmasa, qilich uni o'ldiradi. Bu qilich nafaqat kuch, balki ruhiy sabrni sinovdan o'tkazuvchi narsa hisoblanadi. Darkin Ral, Richardning akasi. Ha, ular bir otadan tug'ilgan, lekin biri adolatni, biri zulmatni tanlaydi. Kellingning sehri genetik qurol sifatida yaratilgan. Tegingan odamini o'ziga qul qiladi. Bu kuch nasldan naslga o'tadi. Istopar bu qilich va sehrli odamlar haqidagi ertak emas. Bu sevgi, kuch, ruhiy kurash va tanlov haqida bo'lgan bir hikoya. Qaysi fakt sizni eng ko'p hayratlantirdi? Kommentda yozib qoldiring.